Hozir bitta insonni sizlar bilan birgalikda xursand qilamiz. Ro'za Ramazon oyi bilan yana o'sha rubrikamiz taksi to'xtatamiz. Videoga like bosib turinglar, bu yaxshiligimiz sizlar nominglardan ham ketadi. Assalomu alaykum. Doda, yaxshimisiz, salomatmisiz, charchamaysiz? Ko'kcha masjidini oldiga tashlab qo'yamizmi? Yonimda pul qolmadi, faqat ozgina ish mazasi bo'lmay qoldi. Rozimisiz? Nega rozi bo'ldingiz aka? O'zi bo'lsa yaxshilik qilish kerak. To'g'risi, aka, maza qilib yubordim, xursand bo'lib ketdim, aka. Eksperiment o'tkazayotgandik, aka. Qarang, men o'zim ustaman. Kalotga shu yerda alishtirib beraman, xohlasangiz kalotga berib yuboraman sizga. Trialli firmasidan, aka. Yengil. Ya, aka, bizdan sizga yaxshilik, aka. Abi, aka, yo xijolat joyi yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Xohlasangiz ustunovka ham qilib beraman. Servisimga olib kelib. Joningiz sog' bo'lsin. Ya xijolat bo'lmang, aka. Addushi chin yurakdan. Joningiz sog' bo'lsin. Yana bir xursandchilik okalar, tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Biz yangi servisda o'z ish faoliyatimizni boshladik. Endilikda servisimizda elektromobillarga ham, batareyaga, razdatga, motor hadovi xizmatlari ham bor. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqib, ko'rsanglar bo'ladi. Aloqadamiz okalar, joningiz omon bo'lsin.